Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabıda biz bugün Abbasilarniki en büyük sultanlardan Muhtafili Emrillarniki hayatı bilen tanışıp çıkıvatkan. Bugün hem de Muhtafininki bir kısım iş izleri hakkında, ayak artıkçılık hakkında toxtalamız. İmam Zahabi rahmetullahi aleyh tasvirlep bu kişi mundaqdaydı. Muhtafi Halifler içinden ayeti katta bir halife bulup, özü bir dindar, alim, şicaatlik, batur, mulayim, ken qusak, ahlakına ayeti yumuşak, mulayim, ondan başka da beglik salahiyetine ait kamil halifelikine ait layık adam idi. Bu halifeler içinde bununki misali, yani oxuşuna ait az tepildiğin büyüklerden dedi. Devlette her kandak çoğun küçük işler muş adamның imzası bulmasa yürgüzülmeydi. Demek hukuk koluda demekçi de. Özünki xilafet zamanında 3 parça eser yazgan degen boludur. Rebaat degen şu parça kitaplarını esas kılış gerek. Özünki ustazi Ebil Berkat ibn Ebil Faraj ibn Seybidin hadis tanışıgan. Demek hadis ügengen. İbn Semani degen kişininki deyişçe İbn Arfan'ın Cüzü namlı kitabını aksi mustarşid bilen birge Ebu'l Qasim ibn Beyyan'dan anlayan idi deydi. Bu adamdan Ebu Mansur Cevaliqi degen büyük lug'atshunos ulama lug'at rivoyat qilgan. Vezir İbn Hubeyram shunday qilgan. Bu şu Muhtafiniki veziri. Ondan başka kişilermi bu adamdan rivoyat qilgan. Yani Araplarniki qadimiy klassik lug'atlarini, tillerini bilishda muş adamlarniki til asası var deyishga bo'ladi. Endi Muhtafinin qilgan ish izlaridan Kabe'nin darvozasini yangilagan. Beytullah'niki ishkidan bo'lishi kerak. Atiq degan so'zni qaragan vaqtida Beytullah'niki ismi bo'ladi, Atiq degan. O'zini keyingi mezgilda dafn qilish uchun bir yog'och sanduq yasatgan dedi. Bu jinoza bo'lishi kerak. O'ziniki tarjimalarına aytdi so'yimlik davlat tarafdanmi e'tirof erishgan. Onun ustiga dindar, aqlli, fazilatli, fikri o'tkir, siyosatchi odam bo'lib, xilofetniki turli qoid rasmiyatlarini qaytadan yangilatgan. Xilofetning asosini tiklagan. İşlerini o'z bevosita bir taraf qo'ygan. Necha qitim urush qatnashgan. Bu odamniki zamonlari, kunlari uzun mezgil davom etgan shunday bir buyuk xalifa. Abu Talib Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdüssami el-Haşimi özünün Manaqibul Abbasiye namlı kitabıda deyişçe Muhtafinin külleri adalet bilen güllendigen yorugan devr idi dedi. Yaxşı hareketler bilen porekligen özü halife bolaşsın burun naat bek ibadet koy, ibadet için asılgan adam idi dedi. Xilafetning dastlabki mezgillarida dinni natching tutgan, turli ilmlarni ko'chirgan, yana xattatlik qilgan, Qur'on o'qigan. Bu odamningki muloyim, yumshoq, kang qo'saq, mehribon bo'lish bilan birga Mu'tasimdan keyin, masalan, shijoatlik, batur, keskin, iroda bu jihatda yana xili ortiqchilik bor dedi. Muhtasim işler bir sübetlengen de aynı vaxtda keskin şicaatlik adam. Əməliyyatda özü zahid, taqva, ibadetke xırçın istismanlığı adam. Bunun koşulları davamlı təlik kilib qalbi qazanğan dedi. Ondaqda ma adamda biz ögünüştürüşlük mühim nokta qaysı degan vaxtda keng qosaqlıq, mulayimlik, tədbirchan buluş, bu bir hakimlik buluş tegishlik bir sübet. Ondan başka keskin, iradelik buluşmun ayeti mühim. Davamlı keskin irade bulup ağlınmadı hemme işte. Demek her bir peytni tallap kandak iş beceriş, kandak keyfiyatta buluş bu ayet mühim ögünüştürüşlük siyasetki mühim alamet belgili. İbn Cevzi rahmetullahi aleyhinin deyişçe Muhtafininki zamanında Bağdat ve Irak haqiqiy xalifelerning qo'li qaytib keldi.
Hech kim talash tartish qilmadi. Ya'ni qarshilashgan odam chiqmadi dedi. Ayni vaqtida Muqtadir Billaning zamonasidan tortib mushu Muqtafining zamonasi qadar qanda bir podshoh nusrat qozonsa, shuning gapi gap edi. Xalifaning faqat ismilam qolgan dedi. Muqtafining davridagi buyuk sultonlardan Xurason sultoni Sultan Senjar Saljuqqa, Şam'ның padişahı Sultan Nuruddin Zenki. Bular keyingi Eyyubilar davlatining asoschilari bo'ladi. Muqtafi o'zini ait mard, hadisini ait yaxshi ko'radigan, anglaydigan, ilmga ait ahamiyat bergan, ilm ahllaridan ait to'lim hurmatlaydigan bu buyuk alloma edi deydi. Endi Muqtafiningki nomida rivoyat qilingan bir hadislar bor, shuni deb o'taylik. Ibn Sam'ani deydi. Bizga Abu Mansur Javaliqi hadis so'zlab bergan deydi. Bu odamga Muqtafi li amrillah amirul mu'minin xalifa hadis so'zlab bergan ekan. Bu zatga Abul Barkat Ahmad ibn Abdul Wahhab, Abul Barkatga Abu Muhammad as-Sarifini, bu kishiga muxlis, bu kishiga Ismoil Varraq, bu Ismoil Varraq deydi. Bizga Habs ibn Amr Rabbali, bu kishiga Abu Suhaym, bu kishiga Abdul Aziz ibn Suhayb, Anas ibn Malik raziyallohu anhudan hadis rivoyat qilib mundoq degan ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ishlar kundan kunga hamda terslashmadi. Kishilar hamda ochko'z bo'ladi. Qiyomat faqat nachar odamlar ustiga qiyomat bo'ladi degan. Demak, qiyomat bo'lgan vaqtida asosan nachar odamlar qoladi demoqchi. Endi Ustoz Javaliqi ve Muqtafi ve İbn Tilmiz Nasrani degan Nasarani bu dalilda yoki munozirada yangi aytish masalasi. Muqtafi İmam Abu Mansurul Javaliqi Nahvini chaqiribdi-da. Bu ayni davrdagi o'tgan nihoyat buyuk grammatikashunos, nahvshunos ulamo. Bunu hem de bir namaz o'qib bergan bir imam bo'lsin deb. Shunga qishig'i kirib, Assalomu ala amiril mu'minin va rahmatullohi alam debdi. Va barakatuhum demay. Bu sorunda İbn Tilmiz Nasrani degan odam, bu shu vaqtdagi o'zi xristian tabib o'ra o'tirib ketganda, "Ey shayx, Xalifa hazratlariga mushundoqmi salom beramdi?" deb gap deyishibdi. Ibnul Javaliqi o qarabmi qo'ymay u Nasaraga. Orduning xizmatchisi endi bu amaliyotda. Amirul Mu'minin mening bu salomim hadisda mushtaq keltirilgan salomdir deb hadisni rivoyat qilibdi. Andan mundoq debdi. Amirul Mu'minin agar bir qasam qilib navoda Nasara Yahudining qalbiga har qanday avvalda bu ilmning ilm, yani dini ilm, ruhani ilmda bu ilmning turlaridan hech bir ilm uning qalbiga kirmaydi, bormaydi desa, to'g'ri aytishni gapi, uning kafarat kelmaydi. Chunki Alloh Yahudi Nasaralarning qalbiga pechat silib etgan deb. Bu pechatni faqat iman ochadi, ilm emas, iman ochadi debdi. Muqtafi rost deding, to'g'ri deding, yaxshi qilding debdi. Demak, bu orqali Ibn Tilmiz Nasroniyni bu yerda mat qilgan. Bir tosh bilan og'zi urgandek bir ishda hamda. Amaliyotda adab ihson bilan deyilgan so'zda bu. Bugungi darsimiz mushayyiq bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.